Alhamdulillah, assalomu alaykum va rahmatulloh. Qadrli guruhimiz a'zolari, mana bugun yakshanba 15 fevral yana bir guruhimizni muqaddas umra safariga jo'natyapmiz. Assalomu alaykum. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Mana bu yerda o'zimning ammajonlarim. Pochcha buva, amma mana muborak bo'lsin. Safarlarga chiqyapsizlar. Alloh safarlarda xatar qilsin. Sog' bo'linglar. Guruhimiz a'zolari mana shunday yaxshi kayfiyatda ishimizni davom etkazyapmiz. Ramazonga guruhlarimiz, sanalarimiz ma'lum, lekin oxirgi 10 kunlik to'lib bo'ldi. Faqat ikkita dastlabki birinchi va ikkinchi 10 kunlikda joyimiz bor. Bir oylikda ham ikkita joy bor, o'zim ketaman. Bir oylik safarimiz bor. Bir oylik Ramazonda inshaalloh o'zim mehmon bo'laman. O'zim mehmon bo'lib ketaman, birga xizmat qilib beramiz chiroyli. Ha, birodar. Hozir chaqirishyapti, mayli salomat bo'lasizlar. Oh, ha, Alloh taolo mana qilib xursand. qimillab uchmaydi u yer.